20-asr o'zbek adabiyotining yuksalish davri. Bu davrda yaratilgan hikoyalar nafaqat badiiy mahorat va teran fikr bilan ajralib turadi, balki xalqimizning ruhiy olami, orzu-intilishlari va hayot falsafasini ham o'zida mujassam etadi. Qo'lingizdagi ushbu antologiya ana shu bebaho xazinadan saralangan eng sara namunalardir. U o'quvchini o'ylantiradi, hayajonga soladi, vatanga muhabbat va mehr tuyg'ularini yanada mustahkamlaydi. Mazkur to'plam keng kitobxonlar ommasi uchun mo'ljallangan bo'lib, oliy ta'lim muassasalari, kollej, litsey va o'rta maktablarda ham qo'shimcha o'quv qo'llanma sifatida foydalanish imkonini beradi. Adabiy zavq oling, 20-asr hikoyachiligi sehrini birga kashf eting.